O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi muzeyi uchun vitrinalar Italiyada ishlab chiqarilishi mumkin. Bu borada Italiyaning nufuzli kompaniyalaridan biri Magister Art bilan muhokamalar qizg'in davom etmoqda. Muloqotda markaz rahbariyati va xodimlar hamda ushbu kompaniya mas'ullari, Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti vakillari ishtirok etdi. Xalqaro kompaniya Italiyadagi yirik muzeylar uchun jihozlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, joriy yil fevral oyida ushbu mamlakatga amalga oshirilgan xizmat safarida dastlabki kelishuvlarga erishilgan. Islom sivilizatsiya markazi faqatgina birinchi Renessans bo'limi emas. Mana bu yerda ikkinchi Renessans bo'limi bor, yangi O'zbekiston, umuman islomgacha bo'lgan davr va hokazo. Mana shu davrlarni har biriga chet ellik dizaynerlar taklif qilingan. Bundan maqsad nima? Bu dizaynerlar avvalambor faqatgina o'zini mamlakatida emas, balki umuman dunyoda qayerda masalan shunaqa zamonaviy muzeylar qilinayotgan bo'lsa, ko'rgazmalar qilinayotgan bo'lsa, mana shu ishlarda ular faol ishtirok etilgan. Qaysidir ma'noda shu Islom sivilizatsiya markazida ularni bir qandaydir tenderi qilinib, shuni asosida bular tanlangan. Shuning uchun biz mana shular bilan hozir ishlayapmiz va ularni takliflarini olib ko'rib chiqyapmiz.